Sergeli Index bozor orqasida Жилой kompleks greenhouse'da g'ishtli dom 9 etajning 6 etajda bir xona 2 xona qilib qo'yilgan Euro remont mebel texnikasi bilan Arzon Narxda kanalida $4500 obzor qilib beramiz. Mana liftlarni ko'rishlaringiz mumkin, baquvvat kattakon lift qo'yilgan ekan. Bitta etajda 4 ta xonadon bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Kirgan joyimizda prixoshka, o'ng qo'lda shkaf uchun joylar tashlab ketilgan. Bir xona 2 xona qilingan. O'ng qo'lda birinchisi mana oshxona uchun joylar. Mana kuxonli mebellar yaxshisi qo'yilgan ekan. Bu yoqdagi texnikalar ham hammasi tashlab ketilgan. Bu yoq detskiy xonasi. Двухквартирный kotyol shkaf anaqa mebel bilan yopib yuboriladi. Ichkarida qolib ketadi. Bu yoqda maydon bo'lsa ham balkonchasi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, Index bozor shuni orqasida joylashgan. Turon metro bekati mana balkondan ko'rinib turadi. Mana qora oynali Turon metro bekati bo'ladi. O'rtada yo'l tushadi yaqinda. Qurilishlar boshlangan. Undan o'tganimizda to'g'rida sanuzel ham mana chiroyli qilib qo'yilgan. Dushovka kabinka qilib qo'yilgan. Sterilka Samsung bo'lsa ham qoladi bu. Bu yerda mana kattakon zali, bitta televizor osilsa, mana razitkalar tashlab ketilgan, gilam, parda qo'yib bemalol yashayverasiz. Bu yerda mana konditsionerga razitка tashlab ketilgan. Mana oynalar ham katta baquvvat ekan. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Mana Index bozori shuni orqasida joylashgan. Eng yaqin metro Turon metro bekati. Yaqinda mana Qudus Sharif juda katta masjidi, jome masjidi topshiriladi. Kvartira faqat naqdga sotiladi. Ipoteka subsidiyalarga berilmaydi. Kalt notarsni o'zida berib yuboriladi. Arendaga bermoqchi bo'lsangiz, mabodo sotib olgandan keyin bemalol $300-350 ga arenda berasizlar. Pastdan nomerga aloqa qilib qo'ying. Bu videoni yaqinlaringizga yuborib qo'ying.